Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana yana bitta bemorimiz keldi. Onaxonimiz tizzalarida kuchli og'riq bilan mana hozir holatlarini o'zlari aytib beradilar, tushuntiradilar, ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli o'zimga o'xshagan o'rtoqlar, tengdoshlarimiz borib shu oyoq og'riqlar boshlanar ekan. Shuning uchun mana shu tizzam bilan keluvdim. Tizzamda emas ekan, umurtqa pog'onada ekan. Bilmay yuraverar ekanmiz yoshlikda. Sekin chiqib borar ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu yerda. Doktori yaxshi, qo'llari yengil, shirin so'z. Qanday massaj qilib qo'ygan bilmaysiz. Yaxshi kelinglar, sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi hozir yurib, bemalol yurib chiqib ketyapman. Allohga shukr. Hop, tushundingiz-a? Muammo tizzada emas. Tizzada emas. Ya'ni umurtqalaringizdagi suylarni noto'g'ri turganligini hisobidan oyoqlaringizni bo'g'imlariga, ya'ni tizzaga tushar ekan. Ha, tizzaga nagruzka tushgani hisobidan og'rib keladi. Rahmat sizlarga ham. Xudo shifo bersin. O'zingiz ehtiyot qiling. Ilohim, tan joninglar sog' bo'lsin. Omadinglar bersin. Kasallar kamayaversin. Ilohim, qo'linglar dard ko'rmasin. Ilohim, martabalar bundan ham ulug' bo'lsin. Ilohim. Rahmat.